Bugun 10-aprel Kuytegana mahallasida bizlar Milliy bankdan biriktirilgan mahalla bankirlarimiz. Bugun bizning mahallamizda kreditimizda bor, bankimizda bor kredit produktlarini sizlarga, mahalladagi yoshlarga, mana bu yoq bizning agentimiz tushuntirib beramiz. Misol uchun bizda 18 yoshdan katta bo'lganlar, pensiyaga chiqmaganlarga, o'z-o'zini band qilgan fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 7-sonli qaroriga asosan biznesga birinchi qadam, ya'ni 10 million so'mlik kredit produktimiz bor. Bu 23% dan 18 oyga. Biznesga birinchi qadam, ya'ni o'zini band qilib, shu endi biznesga boshlayotganlarga beriladi. Keyin bitiruvchi kurs talabalari bor. Prezidentimiz 61-sonli qaroriga asosan institutda oliy ta'lim muassasalarini bitiruvchi kursi eng kam bitirgan 3 yildan ko'p bo'lmagan talabalarga institut tavsiyanomasiga asosan kredit produktlarimiz bor. Bular o'z-o'zini band qilgan jismoniy shaxsga 20 million so'm, yana yuridik firma tashkil etib tadbirkorligini boshlaganlarga 300 million so'mgacha 100 million sug'urta polisi bilan, qolgani garov ta'minoti zalog bilan beriladi. Yana kredit 312-sonli qarorimiz bor. Agar yuridik firmalar bo'lsa, ochilganiga 1 yildan ko'p bo'lgan, o'sha 1 yil davomida muqobil aylanmaga ega bo'lsa, kredit tarixi yaxshi bo'lsa, 100 million so'mgacha garovsiz sug'urtasiz, 300 million so'mgacha garov bilan. 300 millionga 200 millioniga garov ta'minoti, 100 millioniga bezgarov zalogsiz bo'ladi. Yana sizlar yosh bo'lganlaring uchun mana bunaqa kreditlarimiz, ta'lim kreditlarimiz bor. Ertaga institutga kirsalaring, o'qishni kirsalaring, ya'ni kunduzgi ta'limda o'qisalaring, ayollarga imtiyoz bor, foizsiz ta'lim kreditlari institutga kirsa. Agar super kontraktga kirgan taqdirda ham 22% dan 3 yilga, 3 yildan ko'p bo'ladigan bo'lsa 24% dan ta'lim kreditlarimiz bor. Kafillik asosida beriladi. 50 million so'mgacha bir kishi kafil, 50 milliondan oshgan qismiga 2 kishi kafil bo'lishi kerak. Boyagi biz aytgan foizsiz ta'lim kreditimiz ta'lim.kredit.uz degan sayt bor. O'sha yerdan ariza topshirsalaring, o'qish haqida ma'lumotlar o'sha yerdan tortsa, bitta kafillik asosida chiqaveradi kredit. 1 yillik kreditlaring foizsiz bo'ladi qizlarga. O'g'il bolalarga 14%, o'shniga. Agar zaochniy, vechniy bo'ladigan bo'lsa, ularga 22%. Savollaringiz yo'qmi?